Oke, BYDmi bu? Qanaqa mashina bu? Bu aka Damas, jaydari. O'zbekiston o'g'lonlari sevgan Damas. Mana esa haqiqiy o'zbek o'g'loni. O'zbekistonda birinchi bo'lib proyekt Damas asoschisi aka. Yo'q. Qarang mana buni. Voy, Ichini qarang. Voy, sher, ko'rasizmi? Sherzod deb qo'ygan Mametga. Buni biz polni injektor konditsioner qilganmiz. Spark konditsioner, mana buni qarang, isparitellarni. Voy, uxlatib tashlayapti-ku. Oke, oldin ko'rsataymi? Qarang. Qarang, Spark ko'ryapsizmi? Torchini ko'ryapsizmi? Shoh. Oke. Ketdik, buni bitta yurib ko'rsataman. Oke. Ko'p obunachilarim so'radi. Oke. Bitta o'zingiz video ko'rasiz, injektor mashinani, torchini ham ko'rsating. Bolalarni o'tirg'izib yuborganman, ko'ryapsizmi? Foydam demasa ukamasman. To'la mashinamiz, konditsioneri ham yoqilgan. Qarang, oke. Ko'rdingizmi? Salqinmi bolalar mashina? Cho'tki. Injektor bo'lgan tablolarni oqartirganmiz. Qarang. Qarang, oke, qarang. Oke, ikkida chillat. Qarang, uchta ham chillat boraman. Qarab turing. Ikkida 60 ga chiqardim. Qarang. Voy, chilladi. Oke, yomon dard tortadi. Qarang, gazini beryapman. Xalastoyda ham yugurib ketyapti, oke.